ishonch ato qiladigan, qaytadan kuldiradigan bir umoq sabiy. Shuni men hayotimda kitobdan ayrilmayman. Do'stim, sizchi? Har qitim yangi bir kitobni qo'limga olganimda o'zim uchun yangi bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitob mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitob, qiynoq damlangan choydek shu omon orduqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Аңлаватқаныңлар Мәркәзи Халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbeydirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu ayab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itini yutib bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylarida katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltin otqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Çeyrekler birinin kaynidan biri degidek to'lib, ayvi qilib boqdi-yu, tashlandiq o'tang uylardan hech qanday sado chiqmadi. Kang qora soyning qoq o'tirisida qolgan çeyrekler ilojsiz otlardan tushib, bir uyning eshigini echishdi. Ular eg'ir pushildishib turgan otlarni bir-biriga chetib, quruq mahbus harvisiga bog'lab, og'ziga to'g'ri kiydirishdi. Egar g'anjug'isidan kichkina safar qozini va yerim suyi qolgan tulumni yeshib uyga akirishdi. Miltiqlarini qilin qum ustiga uchburchak qilib tikladi. Kokillari ojrab ketgan tomdan bir tutam yulg'un shexini sug'urib elib, chaqmoq teshidan ming balada o't chiqardi-da, gulxon yoqdi. Qozon esib suv qo'ydi. Elmon suvga ikki uchum un to'kib, taqatsizlik bilan qo'chishga boshladi. Mis qasandin bilinar-bilinmas hur o'rladi. Og'ziga to'lib ketgan sho'lgaylarni yutib geli echishgan cheriklar bir eg'izdan pishti deyishdida qozonni ko'tirib, do'g'atdek suyuq umoshni navbat bilan sumirgili turdi. Qozonni navbat bilan yalashdi. Sen ko'p ichib olding, men oz ichdim degan da'vo bilan xiyli qizirishgan bo'lsa-mu, lekin potla tinchlanib qilishdi. Oradan yeshi to'xtalgan bir cherik levini yalab turib, dard to'kishga boshladi. Hay! Mushima odamning kuni bo'ldimi? Bundaq bularni bilgan bo'lsam, ochliqdan o'lsam-mu, o'z yurtimda o'lar edim. Uning bu gapi bilan tang quruq paqalga o't tushgandek ish bo'ldi. Nemisini deysizlar akalar? O'y chiroq yurtda nega qolsang oltin, nega qolsang kumush. Qo'lini uzatishga erinmasanglar, ko'zni yumib ochqicha boy bo'lib ketsan degan gapga ishinib ketibdiman. Endi-chi, o oltin kumush zodi qayerda? Mana, nega qarsang tosh, nega qo'l uzatsang qum, dedi yeshi kichikroq bir cherik ochiqidan burun qulqiga qizir. To'n qapoq, jimg'ur kelgan yana bir cherikmu zuvonga keldi. Sizlarning dardinglar mening dardimga yamoq bo'lolmaydigandek qiladi og'aylar. Burun bir yurtliqimiz bu taraflarga kelib mansabdor bo'pti ekan.
Uning harvolab mol dunyo bilan qaytib kelganligi dadamning yodida qoldi. Dadam, o'g'lim, bog'im, agar bo'ldisa kichikroq yurt bo'lsa-mu ambal bo'layva. Jamoatimizni texmi boy qilibetsang ajab emas desa, rasmikin deb qopdiman. Mani ko'rib turibsizlar. Yana cherik betib turibdiman. Mol dunyo emas, to'yg'udek o'mashmi yo'q. Qo'limdan kelsa, mushaqqatni bizga tashlab berib, o'zlari ambal, dorim bo'lib olganlarning onasini ko'ziga ko'rsatsam deyman. Rost deysizlar, botir yigitlar. Yurtinglarga quruq qo'l qaysanglar, ota-onanglarning yuziga qanday qaraysizlar? Ishtiqqa tashlab bergandek tashlab berilgan toshda qattiq zag'rini g'ojilab, ushib ketgan putlarini ostiga bostirib, qorong'u bulungda dugdarab o'ltirgan Niyaz Hekimbekning ravon sulol tili bilan so'z qistirishi o'yg'u cho'mgan cheriklarni quloq tuvida havo guldirligandek aloqzada qilavatdi. Dard to'kib, cho'nglar ustida shikoyat qilganiga shu hamon 100 ming pushaymon yegizdi. Cheriklarning biri Niyaz Hekimbekning oldiga berib, qir beshiga qo'ngan to'n qog'idek zo'ngzib o'ltirdi-da: "Ey gunohkor, rost gap qil. Bizning tilimizni rost bilamsan yoki bizni do'rab so'zlayapsan?" deb so'radi. Niyaz Hekimbek behudik javob berdi: "Tilinglarni bilishni bilaman, lekin qo'rqmanglar. Nima deganinglarni Qashqarga borganda xon ambalga deb yurmayman. Dadinglarni anglab, ichim og'rib mundaqchilik so'zlab qo'ydim. Chora amal degan." Taladinmi, o'g'zidinmi ish qilib, qayerdindir bir shaypa anglandi. Cheriklar o'pir-to'pir bo'lishib, miltiqlarini chenashgan peti yugurib, o'tan hovlisiga chiqishdi-da, bekorchilikdan zerikkan shosh otlarning tepishayotganligini ko'rib, ko'ngli oromiga tushdi. Xon ambalni tilgan heliqi cherik hamrohlarini taladili to'xtatib oldi-da: "Akalar, anglab turinglar. Bu mahbusni xon ambalning o'zi so'roq qilishida shak yo'q. Bayam deyishgan gapimizni bilib bilmay tilga ep qolsa, hammamizning beshi ketadi. Shunga uni mushiyadili gilini bug'ib." DVD yana bir cherik uningga qarshi chiqdi. "Nimalarni davatsan, fuka? Uni Qashqarga sog'-salomat opirish to'g'risida xon ambalning yorliqi borligini untudingmi? Bizga uni o'ltiramiz, lekin xon ambal bizni o'ltirmay qo'yami? Ha? Hay, oldimizmi tikan, kaydimizmi tikan? To'xtab turinglar, aldirmay o'ylasak, asqotadigan bir chora tepilibmi qala. Diqqat qildinglarmi? Bu mahbusning xeli detiboda qildi." Ular qaytib kirib, yeshi cho'ng cherikning degani bo'yicha Niyaz Hekimbekka o'tsinish imtiyozini berdi va uni gapga selishga boshladi. Ular uxlay desimi ko'ziga baribir uyqu kirmaydi. Uzoq kechini o'tkazgacha birar armak lozim edi. "Hay gunohkor odam, bayam chora amalning gapini qilganda qilib eding-ku. Ayta, nima demoqchiding?" dedi bir cherik. Niyaz Hekimbek qo'rqon qiyofatga kirib elib, bir qadam keyniga surildi-da, qasdan duduqlab: Yo'qsa, men bo'lsam bir mahbus. Cherik janoblari oldida otkorchilik qilishga haqqim yo'q." dedi yoshqi cho'ng cherik. "Hech vaqasi yo'q. Nimani o'ylagan bo'lsang, shuni so'zla-va. Qo'rqma. Senmi odam, bizmi odam. Yana kelib, tilimizni obdonli biladi ekansan." dedi Niyaz Hekimbekka yel berib. "Hammamizga foydali bir gapim bor edi. Deydisam texi, demaydisam texi. Dedim-ku, nima gaping bo'lsa qo'rqmay dava. To'yga ko'rdingmi? Yo'q. Undaq bo'lsa day. Bayam har qaysinglarning dardini anglab, ko'nglim bir qismili bo'lib qoldi. Mening-ku korim chaqliq, yeydig'ini yeb, kiydig'ini kiyib bo'ldim. Gap har qaysinglarning kunning seriqini ko'rmasliginglarda qoldi. So'zlaba." Niyaz Hekimbek beliqning qarmoqqa ilinayotganini ko'rib, sal hayajonlangandek bo'ldi va hissiyotini oshkorlab qo'ymaslik uchun qasdanga suv so'radi. Yosh cherik to'limdan ozroq suv qo'yib uzdevidi, suvni g'urtiltib ichivatdi-da, qalbisiga tasvidek tizib, taq qilib qo'ygan gaplarni aytishga boshladi. "Gapni udullab daveray amisa. Bilsanglar, Makit degan yurtning u tarafida ko'mib qo'ygan nihoyat nurg'un oltin kumushlarim bor. Pekirni ozod qilaversanglar, sizlarni u yerga boshlab boraman-da, oltin kumushni qo'lingizga topshiraman. Uni ilib, chaqiliq tarafga o'tib, chiman yoyliqi bilan Chinxayga kelsanglarmi va yoki Tibet tarafga o'tib kelsanglarmi bo'laverdi.
Meni xon ambalga topshirib berib, quruq qo'l qalay demsizlar, yo deganimga kunib ota-onanglarni rozi qilamsizlar. İxtiyor o'zinglarda. Niyoz Hekimbek Palt sağuca kötekki aram. Zanjir kishandan xalos bo'lib, cheriklarni aldab silab cho'lga ochiqib olsamlar, bularning ishini har bob bilan bir yoqlik qilib o'tarlarmi? degan o'y bilan yolg'on yovdoqni gulguliga keltirib etdi. Taqazzo bo'lib turgan sheriklar nakit nada, choqliq nada deganni surishtirib o'ltirmadi. Bu gaplar rost bo'lsa, murod maqsadlarimizga bir yo'lli yetadiganmiz-ku, deganlarni xiyolidan o'tkazdi va ko'nglini texmi to'xtatmoqchi bo'lishib, bizni aldab yurmaydigan siz Hekimbek, deb so'rashdi Bahramon o'tsinib o'ltirgan Niyoz Hekimbekdan cheriklar. Ular endi ayvisini tashlab sanlashdan sizlashga o'tgan edi. Niyoz Hekimbek g'ulichini kerib toza bir asnab olgandan keyin javob berdi. Shafqatli butsatva hammani ko'rib turibdi. Yolg'on aytgan bo'lsam, meni yer yursin. Cheriklar boshlarini bir yerga qilib bir nimalarni deb pichirlashib olgandan keyin obdanroq quqilib elib, qandoqdir chaqiliq nak degan yerlarga tong bilan tang yo'l olmoqchi bo'lishdi. Niyoz Hekimbekning oyoqlariga bo'g'mi yilondek yugishib, ustixonlarigacha petib ketgan kishini elib tashlab, ichkarki uyga joylashtirib qo'ydi. Eshikni taqab teshidan zanjirlab etdi. Yosh cherikning odamgarchiligi tutib qoldimi, uning elib olgan uzukini qaytirib berdi. Hatto adabsizlik qilib qo'ygani uchun yenish-yenishlab kechirim so'radi. Mahbuslarning bu qarori mahbus harvisida Turxunga kaplab qo'ygandek o'ri turi verib, ustixonlari kirishib, paylari telib ketgan Niyoz Hekimbekka xuddi qeri qalig'i pichoq yoqqandek yiqib ketdi. Qo'llarini ortildirib, gajgisiga yostiq qilib qo'ydi-da, momuq ko'rpadak yumshoq qum ustiga o'ngsiga yetib, ko'zlarini yumdi. Biroq taraf-tarafdagi tom to'shiklaridan burg'i chalgandek ho'g'lab kirayotgan sovuq shamol yelimi o'yg'oq turgan sezgusini to'xtovsiz g'idiqlayotgan hayajon uning uyqusini qochirib etdi. Beixtiyor etilib ketgan ko'zlari to'risqa tikildi. Niyoz Hekimbek to'risqa qaradi. Safar qozinining og'zichilik echilib qolgan yumaloq to'shik orqali qoramtul ko'k osmonni, osmon gumbiziga chaplab qo'yilgan tush tugmidek porqirab turgan bir jup yulduzni ko'rib qoldi. Uni hayron qoldirgani tush tugmigimi, qandoqdir bir jonliqning ko'zigimi, aytovur xiyoliga keltirganligi narsaning ko'ziga o'xshab yerdigan bu bir jup sirliq chekit tasavvuriga sig'maydigan bir maxluqning beshi bilan tang tuvanga egilib, o'gizidagi to'shikka yaqinlab keldi. Niyoz Hekimbek ko'z qisib edi, u xuddi sharatni uqqandekla jilmaydi. Biroq bu jilmayish uzoqqa barmayla masxirli qiyofatga o'zgardi. Ko'zning egisi yeliqi yo'g'an maxluqmikin pixildab kulgili turdi. Masxirli qiyofat, masxirli kulka to'pig'i melinib, eshakdek eg'inib yotgan Niyoz Hekimbekning jinidan o'tib ketdi. U adabni uqmaydigan behoya maxluqni. Uning peshonasida jilmayib turgan bir jup masxirli ko'zni o'zining bundoq yomon muhitdan potlab qutulib ketadiganini texi uqmasi kerak deb o'yladi va o'giziga qarab qo'lini shiltidi. Hey haromzada maxluq, sen meni o'lim iskanchizda qolgan, taqdirga bo'y aytgan noqobil odam deb mazoq qilib o'tamsan? Yo'q, sen xato o'ylayapsan. Ko'rib qolasanki, men o'lim iskanchisini atilib pachoq-pachoq qilib tashlayman. Yuzsiz taqdirni, men degan xon cheriklarini yavash qalini yetilgandek yetilab, o'z xohishimga bo'y agdiraman. Ana qara, uchib ketgan omad qushim qaytib kelyotdi. U ko'p o'tmay peshimga qo'nadi. U chaqda mushu masxirlik kulkilarim uchun jazman jajangni yeysan. Niyoz Hekimbek ayva qamchisini qarsildatib, o'gizdan ketmayotgan bir jup qo'shin ko'zga raso popozi qildi. Biroq bu ko'zlar uning popozisidan qo'rqib qolmadi. Ozroq midirlabni qo'ymadi. Og'zi qum tiqqandekla qurib, geli echishga boshlagandila, ondan bundoq behuda popozini to'xtatdi-da, o'zini uyquga zo'rladi. Niyoz Hekimbek qachon va qandoq bo'lib uyquga ketganini to'ymayli qoldi. Shundaqla qachon va qandoq bo'lib uyg'onib ketganini zodi to'ymadi. Ishqilib o'ziga xeyli tunish bir sada uni uyg'otib etdi. Uyquchan ko'zlarini ochganda bo'lsa, bosh ustida charaslab kuyayotgan o't qashdi.
o'tqa sho'lisida yo'rib turgan ishki gavdani ko'rgandek qildi. Tongliyig'i ching choplashib, beg'i kesilgandek qalvolishib ketgan tilini taslikda harakatlantirdi. Sizlar kim? Biz Azroil. Azroil? Sizlar nima qilmoqchisizlar? Jiningni tiningdan judo qilmoqchimiz. Sizlarni kim avatdi? Allohning irodasi avatdi. Shehidlar oyi avatdi. Azroil shehid degan gaplarni anglab, Niyos Ekinbek jinining boricha varqiravatdi. Voy jon! Voy botir cheriklar! Azroil keldi! Meni qutuldiringlar! O'tqa tutib turgan gavda yiliqi yo'g'on maxluqdek masxirli kulib qo'yishdi va Avor bo'lma iflos Hokimbek. Mayli kimni chaqir, baribir bekor. Jiningga amdi o'liklarmi, tiriklarmi ori turolmaydi. deyishdi tamkin holda. Niyos Ekinbek och bo'ridek hovlidi. Olli to'vi ko'tirdi. Biroq toshqirqi uydan zinhor sado chiqmadi. Shuning bilan u uyda nima voqea yuz berganligini sagiklik bilan bayqab oldi va qutulish umidini ko'z oldida turgan bu Azroillarga bog'ladi. Odati bo'yicha ularning ko'ngliga oldi bilan mol dunyo vasvasasini selib dedi. Pul desanglar pul beray, mol desanglar mol beray. Biraylan Niyos Ekinbekning dal peshonasiga keltirib birni tukirdi. Orqadan zarda bilan Ko'zlaringni yo'g'on ichib qarab baq munofiq. Biz kim? O'zing kim? DVD Niyos Ekinbek duduqlab turib javob berdi. Sizlar Azroil. Men beshingni ko'tar ablag'. Ishki olqinini tezlarini doq yerga tirab, shivirxonda qolgan 4 oyoqli hayvon misoli titrab turgan Niyos Ekinbek yorg'unchoq teshi esilgandek eg'irlashib ketgan beshini asta-asta yuqori ko'tardi. Oldi bilan cho'ruq kiygan ishki jup oyoqni, tutilgan peshlarni, chekman choponliq ishki gavdini ko'rdi. Nazari qiyshiq ko'zlik, oq soqolliq, elilda qo'rilib ketgan qaramtul chiroyga tushganda bo'lsa, toshda qaytibli qoldi. Neshtardek o'tkir so'zlari, johilligi uning yuragida chunqur daz qoldirg'achqamu yoki gohida o'ngida, gohi tushida oyin bo'lib turg'achqamu, bu chiroy uningga obdalla tunishliq edi. Keskin, jarangliq talaffuzi bo'lsa, quloq tuvida hilimi jaranglab vahima paydo qiladi. Xudoya tova, bu hiliqi johil darvishning o'zi-ku. Daryo bo'yida o'lgan turuqliq. Yana nadan paydo bo'lib qoldi bu darvish? Niyos Ekinbek shularni o'ylayoladi va darvishning yanida darvishdek go'liyib turgan 30 yoshlar chomisidagi erkakka ostirdan qarab oldi. Uni nadidur ko'rganda qildi. Biroq uning kimligini zodili yodiga ololmadi. Niyos Ekinbek kim bo'lishdan qat'iy nazar, alpozdan qaraganda bulardan menga yaxshilik yo'q. Shundaqdimi, yana bir navbat urinib ko'ray. O'ylamaganda mo'jiza yuz berib, bir sabab bilan qutulib ketsam ketaman degan yerga keldi va Darvish ota, gunohimdan o'tib, arzimas hokimlarni o'limdan qutqizib qolsizlar dedi va ho'ngrab yig'ilgan peti ishkaylarning oyoqlariga chingilikdek yepishdi. Putimni qo'yib tuzkur. Napak qo'ling bilan oyog'imni maynat qilma. Seni bir qatim o'limdan qutuldirib, umrvoyat pushaymonda qolgan odamman. Endi qutuldirmayli qolmay, jinimni o'z qo'lim bilan olmoqchiman. Eng yaxshisi, yolg'on yavudoq gaplaringni qo'yib, mening kimligimni va o'zingning kimligini obdan bilib ol. U dunyoga armon bilan ketma yana. Silini obdan bilaman, o'zlari janobiy kepak darvishqo. O'z vaqtida shaytonning kayniga kirib, ko'p zulm sotdiman. Tovamni qabul qilsizlar. Men ozdim, men gunohkor. Bilimandamsan-a? Meni qanchalik bilasan? O'zingni qanchalik bilasan? Bilaman. Bilsang, texmi obdanroq bilib ol. Bilmasang, quloq sol. Bolalar cheg'inda seni yelkisiga mindirib, yemay yegizgan, kiymay kiygizgan hiliqi 'tinchi bola yodingdimi? Yodingda bo'lsin bo'lmasin, seni zaratgohlikdagi kodang seni to'vidan tepilib uyga akelgan. Osh tuz berib, cho'ng qilgan hiliqi ahmoq o'g'il bola, mana men bo'laman. Hiliqi tashlandiq buvoq, dal sen. Niyos Ekinbekning darvishning oyoqlariga chirmashgan qo'li osta-osta bo'shishib ketdi.
beshini ko'tarib uningga gumon nazari bilan tikildi. Ishonmayapsan? 10 yosh chig'ingda bir barmoqimni tishlab uzvatganing yodingdimi? Ishonmasang, mana qara. Darvish sol qo'lining olqinini kerib, Niyaz Ekinbekning ko'zlariga yaqin akilivedi. 50 necha yil burunqi jarohat o'rni o'tqish yo'riqida tamoman oshkora bo'ldi. Niyaz Ekinbek taajjub bilan dedi: "O'zri kepak darvishqu. Shundoq, men dal kepak darvishman. Yo'q, sen 10 yoshga kirguncha Qosim o'tinchi. Sen qechib ketgandan keyin bo'lsa, kepak darvishman. Sen tuzkorlik qilib uydan qechib ketding. Izda oxir do'ngdaringga bola bo'lib, mirshabdegilik qamchisini o'yintib yurganingdala, ondan seni uchratdim. Biroq o chaqda sen allaqachon boshqa bir odamga qamchisidan qon tamadigan, ko'yganni urib, ko'yganni chaqadigan, nomi yomon bir lekchakka aylangan eding. Durust, men seni ko'rdim-yu, tunishlik bermadim. Tunishlik berib qo'yib, qarg'ish-xo'rliqing uchun urgan bir shapaloq badaliga umrvoyat zindoningda yetishdan hazar ayladim. Shundaqdimi, hazrati pir mozorida zohid bo'lib yurib, duoyimda sana insof tiladim. Qilgan atganlaringga bir darvishning nazri bilan ko'z soldim. Tuz bergan dungdorimga qanday xiyonat qilganingni, kucha xo'jalarining mahbiyatini, Yoqub Bekka qanday sotqiningni o'z ko'zim bilan ko'rib, o'z quliqim bilan angladim. Dal shu chaqdala rahmatli dadamning to'sqiniga parvo qilmay, seni o'lim changildan qutuldirib qolganimga, sendek bir yuzsiz munofiqni sodda odamlar orasiga boshlab kelganimga, o'zimni o olam, bu olam gunohkor hisobladim. Seni boqqucha bir ish bolasini boqmaganimga 100 ming pushaymon yedim. Sen yomonga yontoyoq bo'lib, xotin tarafga ko'z olaytib eding. Gunohim yangilarmikin deb, nini mushaqqatlarni tortib, xotanga kelib, xotinliklarni ogohlantirib boqdim. Necha 10 ming begunoh xotinliklarning jiniga zomin bo'lib, rahimsizlarcha qon to'kkiningda bo'lsa, seni o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ltirib, gunohimdan pok bo'lishga Qur'on tutib qasam ichdim. Afsuski, sarang taqdir seni hamon beshig'iga ilib ko'tirib, ta'liyingni uchib qildi. Mening va hamrohlarimning ta'liyi ta'tirdan keldi. Bo'g'zimga taqalgan qilish ostidan necha qatim qutulib ketdim. Arda men seni emas, sen meni o'ltirishga muvaffaq bo'lding. O'ltirgandimi, yumshoq pichoq bilan qon chiqarmay o'ltirdim. Ishching'iga chiqqanda necha yuz xotinlik va necha yuz lashkaringning biroqli beshig'i chiqding. Daryo bo'yiga ajal o'qini otqiningda meni o'ldi deb hisobladingmi? Umrlik mahfiyatlikim shu jasadlar bilan birlik go'rga ko'mildi deb xushal bo'ldingmi? Biroq Allohning irodasi oxir g'olib keldi. O zot menga seni bu dunyodan yo'q qilgucha kun ko'rishga ijozat berdi. Sen otgan ajal o'qi bilan shikastlangan, shurildab qon eqiyotgan ojiz tinimni yo'rinqa suyi o'z qo'yniga oldi. Yumshoq to'lqinlari bilan silab sipab, jiya sohiliga elib bordi-da, chimlik qirg'oqqa avaylab qo'yib qo'ydi. Oq ko'ngil xotinliklarning shafqati, shifoliq o'simliklarning shafoati bilan jarohat yorilarim oxir shifo topdi. Shunchalik razgi, shunchalik ojizjining bilan qandoqlarcha yashab qolding deb so'rayotsan sen? Dedim-ku, Alloh menga umr berdi. Qisosim madad berdi. Qur'on oldida bergan qasamimni ado qilmay turib, oxiratga ketsam, mahshar kuni qora yuz qo'pmam deman. Shunga o'zimni yashidim. Sen Qashqardagi dor oldiga avatgan muni yigitnimi, yakandagi heliqi saroydan anglayotsan. Biz Guloyimni qutuldirib olgan heliqi saroydan pam bilan qutuldirib oldim. Biz ota bola bo'ldik. Xotandimi, yakandimi, tog'dimi, bog'dimi belli yashidik. Qisos xanjirni belli belidik. Qarangni ko'zdan yiroq qilmay, muqaddas qisos paytini belli poyladik. Oxir qo'tilgidek burningdan ilinib eding. Xon ambal bo'lsimi, jajangni berar dedik. Biroq xon ambal cheriklarimi domingga tushib, egisiga xiyonat yo'liga mangdi.
Ko'rib turibsan, bu qisos burchi yana bir qatim bizning zimmamizga yuklandi. Toza qiyomiga yetgan o'tqa sho'lisi yelinjayotgan quyoshdak parqirib, ajoyib voqealar davom qilayotgan o'tang uyini tam to'g'ri sarg'icha yo'ritib turadi. Sal mukchiyib turib so'zlayotgan kepak darvishning ko'z chanoqlarini to'ldirgan yosh o'tqa sho'lisida xuddi yoqutdek yiltiraydi. Kepak darvish bilan ba'ayni bir yiltizdan bo'y so'zgan shamshoddek mo'ri tirishib turgan yigit o'tkir xanjirining sepini omburdek siqib turadi. Xanjarning bizi to'mirchining o'chiqidan amdili tortib elingandek tavlanmoqda, julalanmoqda edi. Niyoz Hekimbek kayniga doji verib tomga choplashib qolgan. Muz orasidagi kochkuldek suz parqirayotgan ko'zlaridan hayotlik nuri o'chgan. O'zoyidan misoli bir murdaga o'xshab qolgan edi. Demi siqilib uzoq qir so'qqan ketmanchidek hosirib ketgan kepak darvish kichikini to'xtab elib demini to'liqlab oldida Niyoz Hekimbekning oldiga devaylab berib so'radi. Aytib boq sharmanda, mavi yigitni tunimsan? Niyoz Hekimbek to'mpurning tuyishkidek kichik ko'zlarining bir tarafini oron tasda echib, yigit tarafga lappida qarab oldi-yu, beshini chayqab qo'ydi. Kepak darvish teximi o'ndikra qilib dedi. Durust, bu yigitni balki tunimazsan. Lekin uning qisos o'tlari chachrab turgan ko'zlaridan daryo bo'yidagi jinoyatlik o'qingda jon bergan rahmatli dodasining, xotin qirg'inida vafot etgan qarindishining, ishplas qo'lida ko'z yumgan mehribon singlisi Guloyimning, tuhmat qurboni Karimqulning va ko'rmingilgan yurtdosh vatandoshlarning qiyomatlik simosini ko'may qolmaysan. Uning har bir tiniqidan nohaq ketgan o'sha shehidlarning qisos cho'qonini anglay olaysan. Alloh egamga 100 ming shukrlar bo'lsinki, u ulug' zot bizni o'z qarindoshlarimizning antini ilishga nisib qildi. El yurtning shoni shavkatiga soyi solgan ishqlos changni o'z qo'limiz bilan supurib tashlab, saltanatimiz osmonini pok qilishga yo'l berdi. Nafsi yor bermadimu kepak darvishning ovozi pastlab ketdi. Lekin u og'zini yo'g'on echib nafas elib o'zini o'ngshib olgandan keyin muqaddas daqiqaning yetib kelishini kutib taqozo bo'lib turgan yigitga gapim tugidi deganda qarab qo'ydi. Yigit uy temiga loydek choplashib ketgan Niyoz Hekimbekka qarab bir qadam siljidi. Uning nima qilmoqchi bo'lganini tushungan darvish yigitni to'sib turib, "Oy Muhammad bolam, to'xtab tur. Munofiqning nopaqqini, xanjiringning besni maynat qilib etmasin. Darvish otangning o'ylab qo'yg'ini bor," dedi-da, "O'zingni barmoqingdan chiqar," dedi Niyoz Hekimbekka buyruq ohangida. Suvga tushib ketgan o'chkidek shumshib qolgan Niyoz Hekimbek g'oyibdan jon qaytilgandek tetiklashdi. Bezgakdek titradi. Toyoq tekkandek egilgan tizi yerga taqaldi. "Bir umr qo'llari bo'lay. Nima desizlar, shuni qilay. Rahim qilib, bir qo'shiqimdan kessizlar. Men eski, men gunohkor. Niyoz Hekimbek butqi bosh qo'ygandek bosh urib, yum-yum yig'lab o'zini o'zi tasdikligili turdi. Kepak darvish butun darmonini oyog'iga to'plab yerga birni tepdi-da, "To'la hayyorlik qilma, do'yis. Og'zingni chiqarib, o'zi ko'zini och," deb varqirdi shirdak o'rkirib. Niyoz Hekimbek qo'lashmayotgan barmoqlari bilan o'ttir barmoqidagi haqiq ko'zlik uzukni siyirib chiqardi. Bir hazo hapilashib, uzukning to'rg'ay tuxumi cho'nqidagi ko'zini ajratdi. Kepak darvish hadab qistaverdi. "Endi uzukni og'zingga sol. Sol degandan keyin sol." Niyoz Hekimbek endi boshqa yo'l qolmaganligini bildi. Mushukning ko'zidek parqirab turgan uzukni olqiniga qo'ydi va o'ziga bir umr hamroh bo'lgan. Neni karomatlarni ko'rsatgan bu tavarruk taalluqoti bilan vidolashmoqchi. Suratini oxiratga birga aketmoqchi bo'lgandek tikilib qaradi. Lavlarini midirlatib, tushuniksiz bir nimalarni deb pichirladi. Olqonlarini juplab, asta-asta yuqori ko'tardi. Ko'zlarini mahkam yumib, og'zini ochdi. Oy Muhammad omidi kelmagan xanjarni po'tisiga qistirdi va Niyoz Hekimbekning muzdek sovib ketgan beligini, guran tomirni tutib ko'rib, dargumanda turgan darvishnimi, o'zinimi shubhidan xalos qildi. Yengillab qolgan kepak darvish ko'ksi to'lg'icha nafas elib oldida olqonlarini taslikda ko'tarib,
Ey karamlik Allah, oladigan omonatimni endi ol. Yo'riq yuzim bilan dargohingga ketay, deb past ovoz bilan iltijo qildi. İltijosi Allohga yetdimu yo herib hushsizlandimu, kepak darvish xuddi sakderik yiqilgandek yiqilib, chaddaslik bilan quchoq echib ulgurgan Oy Muhammadga yo'linib qoldi. Bozg'on urgandek gupildayotgan bir yurak bilan oxirgi so'qishlarda tipirlayotgan yana bir yurak bir-biriga mahkam chaplashdi. Jon jonga qaytildi. Tan tanga harorat berdi. Abla, tong suzilib qopti emasmi? Bu yerdan darhol ketmay bo'lmaydi. Oy Muhammad to'risdan osmonning xasidek oqargan bir partisini ko'rib qoldi-da, o'z-o'ziga pichirladi. U putqo'li bo'shishib ketgan darvishni dast ko'tarib, dumbisiga elib talog'i chiqdi. Eshikdan chiqishig'ila darvish uning quloq tubida oron anglonguda qilib pichirladi. O'g'lim, bu tashlandiq o'tanga o't qo'yibdi. Munofiq bilan bulg'angan tuproqni faqat o'tli tozlay oladi. O't iflos tanni tutunga aylantirsin. Shamollarimiz uni yiroqlarga aydaversin. Yaxshilikning alomatimi yoki yomonlikdan bishoratmi? Bahor shapsi bo'sog'iga kelib qolgan bir chaqda tabiat ajoyib bir karomat ko'rsatgan. Ko'ni o'tangni, karvon yo'lini, yo'lning ikki tarafidagi poyonsiz soyni o'liklarga-mu, tiriklarga-mu to'ydirmayla nefis bir qavat qor bilan qoplayotgan edi. Kepak darvishni xoposh qilib ketayotgan Oy Muhammad xeyli bir yerga borgandan keyin tuyuqsiz kayniga burildi. Qorliq soyga tomga bosgandek o'rnab ketgan izziga. Izzining u beshida o't ichida qolgan ko'ni o'tanga qaradi. Darvaqa, kepak darvish 70 necha yillik hayotining oxirgi nafaslaridagi oxirgi bir eg'iz so'zini xuddi avliyolarcha durust aytgan edi. Hamma uning deganidek davom qilyotdi. O'tangdan quyuq tutun o'rlayotdi. Rahimsiz bahor shamili uning ollaqoyoqlarga qo'g'lab ketib boradi. 1996-yili 8-may Urumchi.
Hürmetlik radio anlıqçılar, yazğıcı Abeydullah İbrahimning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Dağ nomli tarixiy romani mush yerda tugadi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir İlham Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglitish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xush.